Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. AQSh qo'shinlari Iroqdan chiqib ketdi. AQSh harbiylari Iroqdagi Ayn al-Asad aviabazasidan chiqarildi. Endi baza to'liq Iroq armiyasi nazoratida. Ayn al-Asad bazasi Iroqning g'arbiy qismida joylashgan yirik harbiy aviabaza bo'lib, Saddam Husayn davrida qurilgan. AQSh kuchlari 2003-yildan boshlab Iroqdagi urushdan so'ng ushbu bazadan foydalanib kelgan. Ispaniyada ikkita tezyurar poyezd to'qnashdi. Ispaniyaning janubida ikkita tezyurar poyezd to'qnashib ketishi oqibatida 21 kishi halok bo'ldi deb xabar berilmoqda. Hodisa 18-yanvar kuni kechasi sodir bo'lgan. Bir-biriga qarama-qarshi kelayotgan poyezdlardan biri relsdan chiqib ketgan va ikkinchisi uni kelib urgan. Hodisa oqibatida umumiy 100 kishi jarohatlangan bo'lib, ulardan 25 nafarining ahvoli og'irligi aytilmoqda. Putin G'azoni tiklash bilan shug'ullanadigan tinchlik kengashiga taklif etildi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qiladi. Peskovning so'zlariga ko'ra, Rossiya tomoni taklifni o'rganmoqda va barcha masalalarga oydinlik kiritish uchun AQSh bilan tafsilotlarni aniqlashtirishni rejalashtirmoqda. Grenlandiyaga ko'z olaytirgan Tramp endi tinchlik haqida qayg'urmasligini aytdi. Mamlakatingiz menga 8 dan ortiq urushni oldini olganim uchun Nobel tinchlik mukofotini bermaslikka qaror qilganini hisobga olsak, endi faqat tinchlik haqida o'ylashga majbur emasman, deydi Donald Tramp. Qo'shma Shtatlar prezidenti endilikda davlatining manfaatlari uchun harakat qilishini ta'kidladi.